Ko'rib turibdik, biz haqiqatdan ikki yuzlamachi, yolg'onchi jamiyatmiz. Mana shu yangi avlod tadbirkorlari deylik, raqamli avlod tadbirkorlari, nima ularda qarashlar borki, bizdan farq qilyapti va ularni qanaqa qilib to'g'ri yo'naltirish mumkin bo'lyapti? Bizni kalta yeb yurib katta bo'lganmiz. Bular bunaqa emas. Nimaga qo'rqmaydi? Chunki uyi bor. Ota-onasi hali tirik-ku. Xalajalnikda ovqat bor. Uyda svet, elektr, internet bor. Ishonch kattalarga yo'q. Hammalaring yolg'onchisizlar. Ikki yuzlamachisizlar. Ko'rib turibdik, biz haqiqatdan ikki yuzlamachi, yolg'onchi jamiyatmiz. Nimaga bizda ikki yuzlamachilik? Kiyinishimiz Yevropacha. Ko'cha buzgir. To'ylarda harbiy ashula, aniga rap, pop, rock. Uyda remont yevropeyskiy. Ha? Qani do'ppidagi odamlar? Qani Arabistonga boring, mana Saudiyaga, Dubayda milliy kiyimda yurib yurishibdi ular. Yaponlar ham bayramlarda uyda o'zini milliy kiyimda, ishxonada kostyumda boradi. Atak musiqa, teatr, hamma narsada yaponcha bor. Bizda esa gapiramiz, eshitadi, bunaqa deydi, maktab kelganda gap eshitadi. Urf-odatlar, milliy qadriyatlar, talala. Lekin gapirayotganlar o'zi g'arb kostyum-shimda kiyib yuradi. Biz o'zimizni yo'qotib qo'yganmiz mayli, lekin ular o'zini topib olishga shans beraylik.